Boyazid maktubga javob bermadi va urushga tayyorgarlik ko'rdi. Yildirim Boyazid To'qat atrofiga yetib keldi. Temur esa Sivasda. Amir Temur kengashdan so'ng janubga qarab yurishga qaror qildi. Temur janubdan ketishga qaror qilib, uni ortga qoldirganini xabarini olgan Boyazid g'azabidan qichqirib yubordi va shu zahotiyoq orqasiga qaytishga jazm qildi. Amir Temur qo'shini Qaysariya orqali Anqaraga qarab shiddat bilan harakatlandi. Boyazid Anqaraga Temurdan 2 kun keyin yetib keldi. Amir Temur o'ziga qulay joyini egallab olgan edi. Boyazidning bundan jahli chiqdi va o'zining bek va sarkardalarini qattiq qo'ydi. Boyazid askarlari uzoq yo'ldan charchagan, suv yetishmovchiligi esa ularning ahvolini yanada og'irlashtirgan edi. Temur va Boyazid jangdan oldin namoz o'qib Xudodan zafar tilab chiqishdi.